Assalamu alaykum. Kitap o'qish munbirimizning aziz mushtirlari. Munbirimizga xush keldingiz. Men Mihray Rahman, Amerikaning Washington rayonidan bevosita anglish tarqatyapman. Hammanglarning bugungi Ramazon kuniga muborak bo'lsin. Biz kitap o'qish munbirimizda Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning qisqacha adoyatlari so'zlangan kitobni o'qib kelyapmiz. Tünügün biz o'qib 29. mazmun, ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning suv ichish shakli haqida degan mazmunda to'xtagan edik. Unda bo'lsa, davomlashtiramiz. 29. mazmun Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning suv ichish shakli haqida. Ibn Abbas radhiyallohu anhumadan rivoyat qilindi. U mundaq degan: "Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga zamzam suyi tutdim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'ri turgan holda u suvni ichdi." Birlik qilingan hadis. Amr ibn Shuaybdan u dadasi buvisidan rivoyat qilgan. Buvisi mundaq degan: "Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning o'ri turgan va o'ltirgan holda ichimlik ichganligini ko'rdim." Azzal ibn Sabradan rivoyat qilindi. U kishi mundaq deydi: Ali raziyallohu ta'ala anhu rahba degan joy, yana rahba ba'zi olimlarning qarshida cho'ng maydon ma'nosida. Da turganda bir kishi u zotga bir ko'za suv akilib berdi. Ali raziyallohu anhu bir changal suv elib ikki qo'lini yudi. Og'zini chayqadi, burniga suv oldi. Yüzü ikki biligi va beshini silidi. Andın o'ri turgan holda u suvdan ichdi. Andın u bu tahorat sundurmagan kishining tahoratidir. Tahorat izoh beribdi. Tahorati bor kishining chang to'zondan poklanishidir. Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shunda qilganligini ko'rgan dedi. Buxoriy rivoyat qilgan. Anda izoh beribdi. Anas ibn Malik raziyallohu anhudan rivoyat qilindi. Anas mundaq degan: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qachida bir narsa ichganda 3 qatim tinib ichatdi va u ichimlikni bakrak singdirdi hamda tashnalikni bak qondirdi deydigan edi. Kabisha raziyallohu anhadan rivoyat qilindi. U mundaq degan: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mening uyimga kirib, esib qo'yilgan tulumdan o'ri turgan holda suv ichdi. Men qo'pib, u tulumning og'zini, ya'ni zahatda tabarruk yadikorlik deb aytilibdi, kesib oldim. Anas ibn Malik raziyallohu anhudan rivoyat qilindi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Ummu Sulaymanning qishig'iga kirgan. Bir tulum esiq qoldi ekan. Rasululloh o'ri turgan holda tulumning og'zidan suv ichgan. Ummu Sulaym qo'pib tulumning beshini, izohatda Rasulullohning eg'izi tekkan yodikorlik, adab saqlash maqsadida kesib olgan. Said ibn Abi Waqqas raziyallohu anhudan qizi Oyshadan rivoyat qilindi. U dadasidan rivoyat qilib mundaq degan: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'ri turib suv ichadigan edi. Miyada bir izohat berilibdi. Bu babdagi o'ri turib suv ichganligi va o'ri turib suv ichishdan nahiy qilinganligi haqidagi sahih hadislarni o'limalar birlashtirib, normalda o'ltirib suv ichishga buyurilganligimizni, o'ri turib suv ichishning, o'ri turib yemaklik yeyishning aksicha o'ltirish imkoni yo'q yoki odamning jiqligidan qulaysiz sharoitlarda ruxsat qilingan ish ekanligini, o'ri turib bir narsa yeyishning bo'lsa, umuman cheklanganligini yakunlashidi. 30. mazmun Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning atir ishiltishi haqida. Anas ibn Malik raziyallohu anhudan o'g'li Musadan rivoyat qilindi. U kishi dadasidan rivoyat qilib, dadasi mundaq degan:
Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning xushpuroq buyum saqlaydigan bir shishasi bor edi. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning xushpuroq buyum saqlaydigan bir shishasi bor edi. Abu Davud rivoyat qilgan deb izoh beribdi. Sumama ibni Abdullah raziyallohu anhudan rivoyat qilindi. U kishi mundaq degan: Anas ibn Malik raziyallohu anhu izohatda bir kim hadiya qilgan debdi. Xushpuroq buyumni rad qilmaydigan edi. U mundaq degan: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xushpuroq buyumni rad qilmaydigan edi. Buxoriy rivoyat qilgan. İbn Umar raziyallohu anhudan rivoyat qilindi. U kishi mundaq deydi: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: rad qilinmaydigan 3 narsa bor. Ular mehmonga yo'linib o'ltirsin deb tutilgan yostiq, xushpuroq buyum hisoblanadigan yog'lanadigan yog' va sutdir. Mana yana bir qatim eskartib o'tay. Payg'ambarimiz Rasululloh alayhi vasallam shundaq debdi: rad qilinmaydigan 3 narsa bor. Biri ular mehmonga yo'linib o'ltirsin deb tutilgan yostiq. Yana birisi xushpuroq buyum hisoblanadigan deb izohatning ichiga kirgizibdi. Yog'lanadigan yog' va sutdir. Abu Hurayra raziyallohu anhudan rivoyat qilindi. U mundaq deydi: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: erlarga izohatda munosib debdi. Girim buyumi puruqi aniq, ya'ni girim buyumi puruqi aniq, rangi yoshirin bo'lgan narsadir. Ayollarga munosib girim buyumi bo'lsa, rangi aniq, puruqi yoshirin bo'lgan narsadir. Yana bir qatim o'qigim keldi. Erlarga munosib girim buyumi puruqi aniq, rangi yoshirin bo'lgan narsadir. Ayollarga munosib girim buyumi bo'lsa, rangi aniq, puruqi yoshirin bo'lgan narsadir. 31. mazmun. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning so'zlash uslubi haqida. Aisha raziyallohu anhadan rivoyat qilindi. U kishi mundaq deydi: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sizlardek mundaq javuldab so'zlamaydi. Balki u kishi ochiq, aniq qilib so'zlaydigan edi. U kishining so'zini suhbatida o'ltirganlar odam esida tutib olaydi. Birlik kelingan hadisi. Anas ibn Malik raziyallohu anhudan rivoyat qilindi. U mundaq degan: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam asti qolsin deb bir so'zni 3 marta takror deydi. 32. mazmun. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning kulishi haqida. Abdullah ibn Haris ibn Jaz'i raziyallohu anhudan rivoyat qilindi. U mundaq deydi: Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan bak ko'p tabassum qiladigan odamni ko'rib baxmadim. Hadisining yana bir variantida Abdullah mundaq degan: Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning kulishi faqatla tabassum edi. Abi Zar raziyallohu anhudan rivoyat qilindi. U mundaq degan: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq dedi: Men jannatga tunji bo'lib kiradigan, do'zaxdan eng oxirida chiqadigan odamni bilaman. Qiyomat kuni bir odam keltirilib, uningga kichik gunohlarini ko'rsatinglar deyiladi. Cho'ng gunohlari yepilib qo'yiladi. Uningga sen palani kuni mavu ishni qilding deyiladi. U gunohi kabiralarning chiqib qilishidan ansirab turg'ashqa inkor qilmasdan e'tirof qilib turadi. Bu odamga qilgan har bir gunohining o'rniga bir savob beringlar deyiladi. Bu gap bilan u mening bir qism gunohlarim bor edi, bu yerda ko'rmayotman deydi. Abu Zar mundaq deydi: Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning eziq tishlari ko'ringudek darajada kulganini ko'rdim.
Jarir ibn Abdullah raziyallohu anhudan rivoyat qilindi. U mundaq deydi: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam men musulmon bo'lgandan buyon meni ko'rishmoqchi bo'lsam, rad qilmadi. Meni ko'rsila kulatdi. Yana bir rivoyatda meni ko'rsila tabassum qiladigan edi. Birlik kelingan hadis. Abdullah ibn Mas'ud raziyallohu anhudan rivoyat qilindi. U kishi mundaq deydi: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq dedi: Men dozaq ahlidan eng oxirida chiqardigan odamni bilaman. U bir er kishi bo'lib, dozaqdan o'milgan holda chiqadi. Uningga berib jannatga kirgin deyiladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq dedi: U berib jannatga kirmoqchi bo'ladi. Boshqalarning allaqachon o'rinlarga joylashib bo'lganini ko'rib, qayt deydiki: "Ey Rabbim, boshqalar allapurun o'rilish bo'libdi. Uningga shundaq deyiladi." Ey Rabbim, boshqalar allapurun o'rilish bo'libdi. Uningga shundaq deyiladi: Sen yashagan zamonni bilamsan. U ha deydi. Rasululloh mundaq dedi: Uningga arzu qilgin deyiladi. Rasululloh dedi: U odam arzu qiladi. Zahatda yana arzularini tamomini bir qur bayon qiladi. U odamga: Sana arzu qilinganlaring va dunyoning ne'matlarining 10 hassi berildi deyiladi. Rasululloh mundaq dedi: U odam: Sen saltanat egisi, ya'ni Allah turib meni masxar qilyapsan deydi. Anas mundaq dedi: Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning eziq tishlari ko'ringidek darajada kulganini ko'rdim. Birlik kelingan hadis. Ali ibn Rabi'adan rivoyat qilindi. U mundaq degan: Men Ali raziyallohu ta'ala anhuning huzuriga kelgan edim. U odamga menishi uchun bir hayvon keltirildi. U o'zangiga putini qo'yib, Bismillah, Allohning ismi bilan aminiman dedi. To'liq minib bo'lganda bo'lsa, alhamdulillah, Allohga hamdlar bo'lsin dedi. Andin o'qib ketmay, Uyg'urcha tarjimasini o'qay. Seni ayib nuqsonlardan pok deb bilaman. Haqiqatan men o'z-o'zimga zulm qildim. Meni mag'firat qilgin. Haqiqatanmi gunohlarni faqat senla mag'firat qilasan dedi va kulib ketdi. Men ey mo'minlarning amri, nima sababdan kuldilar degan edim. U Rasululloh sallallohu alayhi vasallam men qilganga o'xshash qilib ondan kulib ketgan edi. Men ey Allohning rasuli, nima sababdan kuldilar desam, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq dedi: Bir banda Allohdan boshqa birsining gunohlarni mag'firat qilmaydiganligini bilib, ey Rabbim, gunohlarimni mag'firat qilgin. Haqiqatan gunohlarni sendan boshqasi mag'firat qilmaydi desa, Alloh u bandadan mamnun bo'ladi degan edi dedi. 33-mazmun. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning chaqchaqlari haqida. Anas ibn Malik raziyallohu anhudan rivoyat qilindi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uningga "Hey, ikki quloqliq" degan. Mahmud mundaq dedi: Abu Usama, bu Rasulullohning Anasga chaqchaq qilib deginni ko'rsatdi degan. Anas ibn Malik raziyallohu anhudan rivoyat qilindi. U kishi mundaq deydi: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam biz bilan shu darajada arlashdiki, mening bir inimga: "Ey Abu Umayr, nima qildi? Nug'ayr" deydigan edi. "Ey Abu Umayr, nima qildi? Nug'ayr." Muallif Abu Isa Tirmizi mundaq deydi: Bu hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning chaqchaq qilishadiganligi, bir kichik bolani Abu Umayrning dadasi adab kinoya qilganligi, kichik bolalarga o'ynashi uchun qush tutib bersa bo'ldiganligi adak mazmunlar bor. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning bolaga: "Ey Abu Umayr, nima qildi? Nug'ayr." Yana qush deyishi aslida Nug'ayrning ma'nosi qush ekan.
Deyişi aslida u balaning o'ynaydigan bir qushi bor bo'lib, u qush o'lib qolgan. Bala qushning o'limiga qattiq azoblangan edi. Shunglashqa Rasululloh sallallohu alayhi vasallam chaqchaq qilib, Abu Umayr nim qildi Nugayir degan. Birlik kelingan hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilindi. U kishi mundaq deydi. Miyada bir kichik izohat borki, qisir izohat. Qushqashqa o'xshaydigan beshi bilan tumshig'i qara kelgan bir xil qush debdi. Nugayir degan qushni. Kishilar mana qayta o'qay. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilindi. U kishi mundaq deydi. Kishilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga: "Ey Allohning rasuli, sizlar biz bilan o'ynashib chaqchaq qildilar" deyishdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Shundoq, ammo men faqatla haqni deyman" dedi. Anas ibn Malik radhiyallohu anhudan rivoyat qilindi. Bir odam Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan zahatda bir jangga chiqish uchun debdi. To'yga mindirib olishni talab qildi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Men seni cho'qim bir urg'achi zahatda chishi" debdi. To'ygining balasiga mindiraman dedi. U kishi: "Ey Allohning rasuli, urg'achi to'ygining balasini nima qilay?" dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Bug'ra, ya'ni erkak to'yginimi urg'achi to'ygi tug'mamdi" dedi. Yani Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bug'ra deganimiz zahatning ichiga erkak debdi. Erkak to'yginimi urg'achi to'yga tug'mamdi deb chaqchaq beribdi-da. Anas radhiyallohu anhudan rivoyat qilindi. Qirliq arablardan Zohir ismli bir odam bor edi. U Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga sahrodan so'g'at elib keladigan, Rasululloh bo'lsa u sahroga ketmoqchi bo'lsa, uni loyiqida jabdub yo'liga soladigan edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Zohir bizning sahroyimiz, biz uning shahiri deydigan edi. Rasululloh Zohirni yaxshi ko'ratdi. Zohir sal ko'rimsizroq kelgan odam edi. Bir kuni Zohir bozorga narsa keraklarini setayotganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uning orqasidan ko'rinmasdan kelib, orqadan quchoqlab tutib oldi. Zohir: "Kim bu? Qo'yvat" deb orqasiga burilib qarab, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ekanligini bildi. U Rasululloh alayhissalom ekanligini bilib yetib, dumbisini Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning maydasiga ching chaplab turib oldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bo'lsa, "Bu qulni kim oladi?" deydi. Zohir: "Ey Allohning rasuli, undaqda meni sotmoqchi bo'lsalar, sizlar mening bozorimning rostilla kasat ekanligini bilib qolalar" dedi Rasululloh. "Lekin sen Allohning nazarida kasat emassan" dedi. Yoki sen Allohning nazarida qimmatliksan dedi. Hasan Basri radhiyallohu anhudan rivoyat qilindi. U kishi mundaq degan: bir yashangan ayol kishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning huzuriga kelib: "Ey Allohning rasuli, Allohning meni jannatga kirgizishi uchun duo qilsalar" degan edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Ey Palonaxon, jannatga qiyri xotun astag'firullah. Astagfirullah. Kechirsizlar. Qarindoshlarim, miyada bir yomon qiziq bir gapni qilibdi. Astagfirullah. O'zim tutolmay. Astagfirullah. Payg'ambarimiz mundaq debdi. "Ey Palonaxon, jannatga qiyri xotun kirmaydi" dedi. O ayol yig'lagan holda orqaga qarab mang'an edi. Rasululloh: "Uningga deb qo'yinglar, o ayol jannatga mushu qiyri holda kirmaydi. Alloh taolo mundaq deydi:
Biz u hürlərni yenidən yaratdıq. Ularni pakiz, ərləriga amraq tangtish qildik, dedi. Bu Bayhaqi va Bag'avi rivoyat qilgan debdi. Ey Allah. 34. mazmun. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning she'r haqida aytganlari. Ayşe raziyallohu anhadan rivoyat qilindi. Kechirsizlarmi, yana bir oz ovozi biza qalaymiqanchilik yuz berdi. Men qaytadan boshlab olay. Bu bevosita anglatish bo'lgandan keyin ba'zida shundoq uzilib qolgan ishlar bo'lib qoldi ekan. Kechirsizlar. Davomlashtiramiz. Ayşe raziyallohu anhadan rivoyat qilindi. U mundaq deydi. Uningdan bir odam Rasululloh sallallohu alayhi vasallam she'rni misol elib keltirganmi deb so'ragan. U Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Abdullah ibn Ravahaning she'rini misol qilib keltiradigan edi va izohatda Tarafa ibn Abid degan shoirning debdi. Anandan keyin izohatda yana sen bilmagan narsani kunlar sana bildirar degandan keyin sen kutmagan odamlar sana xabar keltirar degan so'zni misol qilib keltiradigan edi, dedi. Abi Hurayra raziyallohu anhudan rivoyat qilindi. U mundaq degan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq dedi. Shoir so'zlagan so'zining eng samimiysi, yana bir rivoyatda arablar so'zlagan eng shoirona so'z Labid degan shoirning bilib qo'y, Allohdan boshqasi batil degan so'zidir. Umayya ibn Abi Salt musulmon bo'layla deb qolgan edi degan. Buningga bir izohat beribdi. Umayya ibn Abi Salid hijratning 5-yilidan 8-yiligacha oraliqda o'lgan jahiliyat shoiri bo'lib, butparastlikni rad qiladigan, o'lgandan keyin tirilishga ishongan biri ekanligi ma'lum. Islom bilan uchrashgan bo'lsa-mu, ammo musulmon bo'lish sharafiga nail bo'lolmagan. Tafakkur qiladigan insonligi, haq suyarligi, odilligi, durust so'zlari bilan Rasulullohning musulmon bo'layla deb qolgan odam edi degan yaxshi bahosiga erishgan debdi. Bu birlik kelingan hadisdan ilinibdi. Jundub ibn Sufyan al-Bajali raziyallohu anhudan rivoyat qilindi. U mundaq degan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning muborak barmog'iga tosh tegib ketdi, qanab ketdi. Shuning bilan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq dedi. Sen faqat bir barmoqsan qanab ketgan, Allohning yo'lidadir sana yetgan. Sen faqat bir barmoqsan qanab ketgan, Allohning yo'lidadir sana yetgan. Bu birlik kelingan hadisdan ilinibdi. Bara ibn Azib raziyallohu anhudan rivoyat qilindi. U mundaq degan. Bir odam Baraga Abu Umara, ya'ni izohatda Bara ibn Azibning taxallusi debdi. Sizlar yana bir izohatda Hunayn g'azotida deb izohat beribdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni tashlab qo'yib, qochqanmidinglar dedi. Bara ibn Azib yana javob berib, mundaq dedi. Azbiroyi undaq ish yo'q. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning yong'ini yo'q, lekin kishilarning oldingi qismini havozin marganlari o'qitdi. Ular orqaga yenishdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zining oq hijrining ustida edi. Abu Sufyan ibn Haris ibn Abdul Muttallib hijrining
yugunini tutib, orqaga tortib turardi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq deydi: "Men payg'ambar yolg'on emas, men Abdul Muttallib o'g'li bas." Birlik qilingan hadisdan elinibdi. Anas ibn Malik radhiyallohu anhudan rivoyat qilindi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qazo umrisini qilgan yili Makkaga kirib keldi. Abdullah ibn Ravaha Rasululloh alayhi vasallamning oldida mengib mundaq deydi: "Ey kafir avlodi, yo'l bo'shdinglar. Bugun sizlarni urimiz Qur'on uchun. Bir zarba boshlarni ayrar o'rnidan do'sti do'stdan ayrilib bo'lg'ay yo'chun." Umar radhiyallohu anhu Abdullah ibn Ravahaga "Ay ibn Ravaha, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldida Allohning haramida she'r o'qiysan" deganida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Ey Umar, bo'ldi qil. U she'r bu mushriklarga o'q tekkandimi bakrak tez ta'sir qildi" dedi. Jabir ibn Samura radhiyallohu anhudan rivoyat qilindi. U kishi mundaq degan: "Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan 100 qitimdan ko'proq birga o'ldirish o'qish qildim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sahobalari she'r o'qishatdi. Jahoriyat davridagi bir turkum ishlar haqida so'zlashatdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sukut qilgan holda edi. Ba'zi ular bilan birga tabassum qilib qo'yatdi." Amr ibn Shariddin Amr ibn Shariddin rivoyat qilindi. U kishi dadasidan rivoyat qilib, dadasi mundaq degan: "Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mingan uloqning orqasiga mingashgan edim. Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga Umayya ibn Abi Salid Saqafining 100 misra she'rini o'qib berdim. Bir beyt o'qsam Rasululloh yana deydi. 100 misra she'r o'qib berib bo'lganimda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu shoir Umayya musulmon bo'layla deb qolgan ekan" dedi. Muslim rivoyat qilgan. Aysha radhiyallohu anhadan rivoyat qilindi. U mundaq degan: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Hassan ibn Sabitqa ustida o'ri turib Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan pag'irlanishi uchun yoki Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni she'rlari orqali qo'g'dishi uchun masjid ichiga bir munbar qo'yg'izib beradigan edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Hassan Allohning rasulini, ya'ni she'r bilan qo'g'daydigan yoki Allohning rasuli bilan faxr qiladiganlar bo'lsa, Jibril alayhissalom bilan Jibril alayhissalom bilan yordam berdi deydi. 35. mazmun Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning parangi haqida. Bu mazmun xeyli o'xshaydi. Aysha radhiyallohu anhadan rivoyat qilindi. U mundaq degan: 11 ayol o'ltirib, erlarning xabarlaridan bir nima qo'ymay deyish haqida ahdlashib qo'l bag'lashdi. Birinchisi mundaq dedi: "Erim Agri To'qay tog'ning cho'qqisidagi urug' bir to'ygining go'shidir. U tog' chiqqudek tuz, u go'sh uyga to'shqidek semiz emas. Bu orqali erning yaxshi tarafining oz, axloqining ayoliga qilgan muomalasining durust emas, to'ng, qo'pol ekanligini ifodalamoqchi bo'ladi" deb izohatni kirgizibdi. Ikkinchisi mundaq dedi: "Men erimning xabarini so'zlamay turay. So'zlab qolsam uning ujur-bujurgicha demay turolmasligimdan ansirayman. Izohatda, ya'ni uning kamchiligini deb qolsam, so'zim uzrab ketmasin, mushunchalik deb turay." Uchinchisi mundaq degan: "Mening erim bir ahmaq." Astag'firullah.
Assalomu qarindoshlarim. Kechirsizlar, men ma ba'zi mazmunlarni o'qish sal shayton like kuldirib yetib boramni bilmadim. Haqiqatan ba'zi so'zlarni aytdi, qiziq bilindi manga. Şoňa sal kulkümni to'xtamay qoldim. Uning ustiga hozirmi yarim soat vaqt bo'libdi. Davomini inshaalloh atliga davomlashtiray. Allah buyursa, atidagi o'qishimizda ko'rishaylik. Hammanglarning diqqat berganiga rahmat. Allohga omonat.